Endi 200 ming ko'chat qilish uchun nima qilish kerak? Ikkinchi qonun kelib chiqadi o'z-o'zidan. Demak, ekish sxemalarini o'zgartirish. Paxtada biz 90 ga 20 santimetrlik qilib ekardik. Shunda maksimum 110 ming, 100 ming ko'chat sig'ardi. Paxtada biz birdaniga 2 yil ichida butun ekish sxemasini o'zgartirdik. Ikkinchi qonun kelib chiqdi. Ekish sxemasini 90likdan 76 sxemaga ikkita qator orasini o'zgartirdi. Bu ikkinchi qonun. Hamma fermerga tushuntirdikki 76 sxemaga o'tkazasizlar. Bu ikkinchi qonun bo'ldi. 76 sxemaga o'tkazsa nima bo'ladi? Yakka qator, masalan 76 sxemada 200 ming, 208 ming ko'chat sig'adi agar qator ikkita ko'chatning orasi 5-6 santimetr bo'lsa. Buni yana 4 santimetrlik qilsangiz 210 ming ko'chat sig'adi. Lekin qo'sh qator qilsangiz, bu Shinjon texnologiyasi yana qo'sh qator. Demak, 76 sxema qo'sh qator, ikkita qator orasi 10 santimetrdan 66 ga 10 santimetr degan sxema 76 sxema bo'ladi, santimetrlik sxema bo'ladi. Shunda 240 ming ko'chat sig'adi. Bu boshqa ekinlarga ham taalluqli. Masalan, moshi ham 245 ming, 275 ming ko'chat qilish uchun qo'sh qator 76 sxemada 76-10 sxemada eksangiz, o'shanda sig'adi. Bo'lmasa sig'maydi. Eski 90lik sxemada eksangiz yer qolib ketadi. Qo'sh qatori ham ikki xil yo'li bor, usuli bor. Ochiq maydonda qo'sh qator, tomchilab plyonkani ostiga tomchilatib ekishdagi qo'sh qator. Ikkovsi ikkita usul, ikkovsi ham 240 ming ko'chat, qo'sh qator 76 sxema. Lekin ularni yer tayyorlashida juda ham katta farq bor. Agar plyonkani ostiga eksangiz, deb fermerlarga tushuntirdik, bularni ko'p tushundi. Qo'sh qator tomchilatib sug'arish, plyonkani ostida tomchilatib sug'arish bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi tadbir bu yaxshi tadbir. Buni tanlagan bor, tanlamagan bor. Kimdir ochiq maydonga qo'sh qator qilaman deganlar juda ham ko'p. Ko'chat soni bizga muhim. Birinchi qonun bajarilyapti. 200 mingdan oshiq ko'chat. Ikkinchi qonun qo'sh qatorga o'tish. Qo'sh qatorda 240 ming ko'chat sig'adi. Eng zo'ri. Ya'ni ular o'sha barabanlik, birato'la tuproqni tayyorlab, tuproqni o'sha 3 santimetr qalinligida plyonkani ostiga shlanglarini tashab, tomchilatadigan tizimlarni qilib ekib ketadi. Bu joyda e'tibor beradigani alohida ekish sxemasi. Uni oddiy boshqa selkalar bilan bu narsani qilib bo'lmaydi. Chunki plyonkani tortish kerak. Birinchi faktor bu ekish selkasini olish kerak bo'ladi fermer. Qo'sh qator qiladigan, ochiq maydonga ekadigan selkalarda buni ekib bo'lmaydi. Buni plyonka tortadigan Xitoydan keltirdik. Hozir mana kamida 4000 dona hozir qo'limizda bor. Ikkinchisi, bu juda ham muhim shu qonunning ichida. Buni muhimligi yerni tayyorlash. Ochiq maydon bilan plyonkani ostiga ekishdagi yer tayyorlash tubdan farq qiladi. Qo'sh qator ikkovsi ham. Lekin bittasi plyonkani tagiga, bittasi ochiq maydon. Shuning uchun yer alohida tayyorlanadi. Ya'ni selkalarimiz yana o'sha mexanizm bilan bog'liq yer tayyorlash. Selkalar plyonkani ostiga 3 santimetrga ekadi. Ochiq maydonga chuqurroq ekish kerak. Juda ko'p fermerlarimiz bizda eski traditsion usulda yerni sug'arib, yahob suvi berib, namini keltirib, keyin molalab, namni qotirib olib, o'sha joyga chigit ekilardi. Lekin agar qo'sh qator plyonkani ostiga ekaman degan odam bu ishni qilsa, selka ekolmaydi. Nimaga? Selka uyalab ekadi. Quruq tuproq quruq bo'lmasa, selkani urug' tushmay qoladi. Shuning uchun fermerlarga tushuntirdik. Siz tanlang, ochiq maydonmi? Plyonkani ostigami? Yopiq maydonmi? Yopiq maydonni tanlasangiz, demak, selkani o'zgartirishingiz kerak, yer quruq bo'lishi kerak. Hech qanaqangi oldindan sug'arish kerak emas bu yerni. Quruq yer bo'lishi kerak. Ikkinchidan, quruq bo'lgandan keyin unga shlang tashab ketadi. Agar buni o'zi chiqadi desangiz, birin-ketin qachon nam bo'lib, tortib, yomg'ir yoqqandan keyin chiqadi. Chunki quruq yerga ekish kerak bo'ladi. Shuning uchun darrov mana ekib bo'ldi. Agar kim yopiq maydonni plyonkani tanlagan bo'lsa, selkani o'zgartirdi, quruq maydonga ekdi, 240 ming ko'chat tashab oldi, urug'i. Endi shuni orqa-orqa sug'arish kerak. Sug'arish tadbiri emas, namlash tadbiri. Ya'ni 1 soatgina o'sha dalani hammasini, demak, tomchiladigan tizimlar bor, hovuzlar bor. Suv ko'p kerak emas, umuman suv ko'p kerak emas. 1 soatga ochsa, hammasiga urug'iga hammasiga nam boradi. Urug' tepaga tashalgani uchun bu nam tegadida, keyin hamma urug' birdaniga chiqadi. Eng katta marra shu, uni siri ham, asrori ham shu. Agar selka olib kelib selkani almashtirmasa, plyonkani tagiga eka olmaydi.
Agar quruq maydon bo'lmasa, ho'l maydonga ekib qo'ysa xato qiladi, urug' tushmaydi. Agar sug'armasa 3 santimetrdagi chigit chiqmaydi. Ochiq maydonda agar nam bo'lmasa, qaytadan uni sug'arish chigitni o'ldiradi. Shuning uchun ochiq maydonni mola qilib eski usulda, lekin qo'shqatorga mo'ljallab, bu alohida selka, bu qo'shqator ekadigan yuqori unumli selkalarimiz bor. Bunda e'tibor beradigan narsa yana yer nam bo'lishi kerak va 4-5 santimetrga chuqurlikka ekish kerak. Shunda 240 ming ko'chatlik sxema o'zgargani bilan maydon bo'ladi. Demak, plyonkaga mahalliy navi ham men aytgandek qilib ekish kerak. Xorijiy navi ham plyonkaga xuddi shunaqa qilib ekish kerak. Xorijiy navi ham ochiq maydonga, demak, boshqa selkada namini qochirmasdan shunaqa qilib ekish kerak. Ikkosida navi tanlashda farqi yo'q. Bo'lmasa 240 ming ko'chat begona o't chiqib ketadigan bo'lsa, tozalash qiyin. Buning uchun stom degan gerbisid bor. Yer tayyorlayotgan paytida sepish kerak. Agar stom gerbisidsiz mahalliy g'o'zalari 240 ming ko'chat qilib, qo'shqator qilib ekaman desangiz xato qilasiz. Stomsiz. Nimaga? Ertaga o't chiqib ketadi. O't chiqib ketgandan keyin o'tni tozalayman deb chopkani kirganingizda bitta qolmasdan g'o'zani ham chop qo'yasiz. Biz fermerlarga mana shu ikkinchi qonunni aytar ekanmiz. Agar mahalliy navlarni ekadigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda yer tayyorlayotganda stom sepilishi kerak yerga. Bu joyda ham o'sha kitobda yozilgani 1,5 litr stom gerbisidi sepish kerak deyilgan gektariga. Bu ko'proq o'ti yo'q maydonlarga aytilgan, qumloq maydonlarga aytilgan. Viloyatlarimizda begona o't ko'p dalalarda bu juda ham muhim. 1,5 litr, 2 litr, 3 litr qilinsa nima bo'ladi? Uni samarasi bo'lmaydi, baribir ertaga chopishga to'g'ri keladi.